O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Lekin maskalt qildirmoqchi bo'lganlar shu profilda nomer bor. Через WhatsApp orqali chiqishingiz mumkin. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan. Aqlingizdagi kishi ichida nima saqlayapti? Ya'ni sizni kim deb ko'radi? O'rtoqlar, ismini, yoshini hech nimani aytishingiz shart emas. Mani energiyam orqali ko'rinmayapti. Общий расклад bo'lgani uchun faqat tishina joyda bo'ling. Uni, o'zini, hamma narsani ko'z oldingizga keltiringlar. Kerak bo'lsa hidini ham. Ketdi. Tak, o'rtoqlar, bola sizni yaxshi ko'radi. Bola sizni yaxshi ko'radi. Lekin nimagadir arosatda qolib ketdi. Niyati jiddiy sizga uylanmoqchi. O'rtoqlar, kartalarni oldin ko'rsatib oling. Bu nimani anglatadi? Sizlarning bolaning niyati jiddiy. Sizga uylanish niyati bor. Siz bilan jiddiy niyatda gaplashyapti bola. Lekin o'rtada qanaqadir bitta ayol bor. Yoshi katta ayol. Может, uni onasi yoki sizni onangiz. Qarshichilik bo'ladi. Nimagadir qarshi. Oila qurishingizga yoki birga bo'lishingizga qarshi. Assalom. Birga bo'lishingizga qarshi. O'rtoqlar, личный расклад qildirmoqchi bo'lganlar через WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Energiya men uchun bitta like, podpiska oldindan bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Kimga meni yordamim, личный расклад, shaxsiy karta ochtirmoqchi bo'lganlar, ko'rsatmoqchi bo'lganlar, WhatsApp, shopka profil WhatsApp nomerim bor. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, bugun kartamga savolim, qizlarimizga ko'p savol keldi kommentga. Nimaga men baxt yo'lim yopiq? Baxt yo'lim bitta qarab bering. Menda o'quv bormi, sehr bormi degani. Hozir shu savol kartamga beraman. Va bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mani pastda klientlarim meni bilishadi. Menga hali murojaat qilmaganlar yoki bir ikki marta murojaat qilgan klientlar bo'lsa, aytib o'taman. O'rtoqlar, men hech qachon yolg'on kartamga nima tushsa, men o'sha narsani aytaman. Hech qachon yolg'on aralashtirmaganim uchun meni 4 yildan beri, 5 yildan beri постоянно klientlarim har bayram bo'ladimi, bayramdan tashqari bo'ladimi, ya'ni juda ham chiroyli xursand qilishadi. Ya'ni nima demoqchi bo'lganim tushundinglar. O'zligi xohlab, qalban shu narsani qilishadi. Nima uchun? Chunki men har doim rost gapiraman. Achchiq bo'lsin, haqiqat bo'lsin, yaxshi gap bo'lsin, yomon gap bo'lsin, men o'sha narsani aytaman, tushuntiraman. Ba'zi bir insonlarga, ya'ni ko'p insonlar bor, yolg'on aralashtiradi. Senda sehr bor, senda magiya bor, yoki eringda, yoki yigitingda, yoki va hokazo. Menga yoz, men senga yordam beraman deydi. Yo'q, men aldamayman. Sehr bo'lsa, sehring bor deyman. Agar toza bo'lsang, tozasan deyman. Bo'ldi. Shuning uchun boshqa bir qovus ichidagi ishini chala qiladigan hamkasblarim bilan meni adashtirmanglar. Bitta savol beraman, ha yoki yo'q. Qisqa va London. Yosh qizlarimizga nimaga baxt yo'lingiz yopiq degan savolimga javob. Baxt yo'lingiz nimaga yopiq? Yo'q, sehr, jodu, naqa narsalar yo'q. Ko'nglingiz avvalambor xotirjam bo'lsin. Nimaga baxt yo'lingiz yopiq? Chunki sizda
qanaqadir psixologический qanaqadir travma bo'lgan ekan yokida qolib ketgan sizda. Ana o'sha narsa sizni taqdiringizga xalaqit qilyapti turmushga chiqishingizga yokida biror bir inson bilan gaplashishingizga.